Xo'p, urug'ni unuvchanligini aniqlash uchun 100 tadan 400 ta urug' sanagan edik. Qani bugun aniqlaymiz necha foiz unuvchanlikka ega ekanligini. Har bitta alohida bo'limda unib chiqqanini yozamiz. To'rtalasini qo'shib 4 ga bo'lganimizda o'rtacha unuvchanlik foizi kelib chiqadi. Shunga qarab dalaga biz necha kilogramm urug' sepishimiz mumkinligini bilib olamiz. Hamman oldidagi o'sha nimani sanasanglar o'z-o'zidan bilib olishinglar mumkin. Qancha necha foiz ko'karuvchanlikka ega. Shuning uchun bozordan chiqib urug' sotib olayotganda olib kelasiz, uzog'i bilan 10 kunda mana shunaqa natijaga erishasiz. O'shanda sizga urug'ning necha foiz unuvchan ekanligini bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Doim har bitta variant 100 tadan 400 ta ekiladi. 400 tani chiqqani alohida qaysidadir 80 ta, qaysidadir 50 ta, qaysidadir 60 ta. O'sha to'rtalasi birga jamlanadi, 4 ga bo'linadi va o'rtacha unuvchanlik foizi kelib chiqadi. Tushunarlimi? Nechtadan ekan? 300 dan so'nib chiqqan. Jami 75 tadan to'g'ri kelgan. Bitta bo'limingda nechta chiqdi? 75 ta. Bir ustachi? Bunda ham 75 ta. Bir xil chiqishi mumkin emas-da. Yo'q, boyagi hammasini bitta hisoblab olganda keyin Yo'q, to'rtga bo'linadi. yo'q, unday qilinmaydi. Aslida sen har bittasini alohida sanab olishing kerak. Birinchi bo'limda, birinchi takrorimda 100 tadan shunchasi undi, ikkinchingda, uchinchingda, to'rtinchingda sanab olasan. Undan keyin har bitta chiqqan nimani qaraysan, har xil chiqadi. Sen birinchi sanab olganing uchun birdan 4 ga bo'lib yuboribsan-da 75 tadan deyapsan. Yo'q, bittasida 75 ta chiqishi mumkin-da. Qolganida boshqa xil sifralar chiqadi. Shuning uchun alohida sanab birinchi, ikkinchi, uchinchi variant takrorlar, birinchi takror, ikkinchi takror, 3, 4 deb yozasan. Chiqqan sonlarni har bittasini hisoblaysan, qo'shganingda nechta chiqqanini aniqlaysan.